Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan "Yigit degan shundoq bo'lsa" degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda muhitning tutilib ketgandan keyin so'roq jarayonida og'rib qolganliklarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. O'g'li bilan jiyanini tutib ketgandan keyin bovay chapinini kiydida yerda hushsiz degudek yotgan xotinini ikki qiziga topshirib sirtqa chiqdi va soqchi mahkamasiga qarab ketdi. Chunki o'g'lini tutib ketgan soqchi shu yerga boramiz degan edi. Soqchi mahkamasi binosi Xalq darvozasi maydonida go'yo arvohdek qarayib turardi. İkki öydila alvasının ko'zdek sus chiroq yo'rug'i ko'rinatdi. Bovay andisha ichida kirib, shu chiroq yo'rug'ini, ya'ni alvasının ko'zini izladi. U bir soqchi amaldorga yo'liqib, o'g'lining soqchi mahkamasida emasligini bildi. Uningdan boshqa ishlarni uqolmadi. Ularning o'g'lini nega ketganligini noma'lum edi. Buvay soqchi amaldorining yinidan chiqib, soqchi mahkamasining uzun koridorida bir soqchining yinidagi o'rindiqda o'ltirdi-da, uyiga qaytmay o'g'lini saqlamoqchi bo'ldi. Ular balki uni bu yerga akilib qolar, ammo bu umidi yo'qqa chiqdi. Buvay tunji qitim Qohirani qo'rqinchli, sirliq shahar deb tasavvur qildi. Qohira u biladigan ko'chalardan ishik numeri, ismi bor binolardan tarkib topgan emas ekan. U bekla yo'g'on, nihoyat xatarlik ekan. Bu shaharda u bilmaydigan laqma, hech kim anglab baxmagan maxfiy o'rinlar bor ekan. Ularning ba'zilari yer ostida bo'lsa, ba'zilari egiz tom bilan qo'rshalgan ekan. Buvay men biladigan ko'chalarning ostida laqma bor. Ular o'g'limni shu yerga akirib ketdi deb qiyos qildi. Balki mushu soqchi mahkamasining ostidami nam, qorong'u gama bordir. Balki o'g'li soqchi mahkamasining binosiga yonda silingan egiz tomning orqasidadir. Ana tomning ustida sim tur. Qurolliq askarlar postda turadigan qorovulxona bor ekan. Bu xilma-xil tashvishli xiyollardan buvay vahimaga tushdi. Taqati taq bo'ldi. Hatto yig'ilib etishga tasli qoldi. U g'azabini ichiga patirolmay, go'yo kapitan dabag'ini bo'g'ib o'ltirmoqchi bo'lgandek, ixtiyorsiz qo'llarini oldiga so'zdi. Dabag'nila bo'g'ib dardi chiqmaydigandek, ya'ni ichki ishlar vazirini, bosh vazir, hatto podshohni bo'g'ib o'ltirib etkusi keldi. Qo'lidan kelsa, u qilcha rahim qilmasdan ularni bo'g'atdi. Ularning qonini bor kuchi bilan bo'g'ib turib, "O'g'lim qani, uni qaytirib beringlar, muhit qayerda?" deb vaqirgan bo'ladi. Buvay bu xiyollardan esiga kelib, o'zining bekla oddiy, zaif, tuvan o'rindagi odam ekanligini bildi. Bu narsani u ilgari his qilmagan edi. O'zining g'ururi bor, o'zgacha xarakterga ega odam deb biladi. Shunga hozirga qadar o'zining mijozi o'ziga qatdi. Oilasida birodarlar orasida o'zining shu o'zgacha mijozi mavjud edi. Xizmatdoshlar ishidimi u nihoyat g'ururliq edi. Mana endi u shu g'ururini, o'zining mavjudligini his qilolmayotdi. Shu topda uningga o'zining azaldan g'ururi bo'lmagandek, uyda yoki xizmatda bo'lsin, uningga hech qachon o'zgacha haqiqiy muqim, uni xotirjam qilgudek mijoz xarakter bo'lmagandek tuyuladi. Bu davlatda har qanday odamning o'zgacha mijozi, huquqi yoki majburiyati yo'q. Misrdagi odamlar chig'iriqqa bog'lab qo'yilgan hayvon. Ular belgilangan doira ichida cho'rgilaydi. Xohlagancha qamchiydi. Bu davlatda soqchilar xalqlarning bolalarini xohlagancha tutib, gamilarga yoki egiz tomlarning ichiga maxfiy solab qo'yishidi. Xalqlarning bo'lsa bolalarining nega akitilganligini bilish huquqi yo'q. Buvay o'zining ojizligini his qilib, g'am yuklari ostida tugilib qoldi. Yenida o'tirgan soqchi uning bechora holini ko'rib ichi og'irdi bo'lg'ay. "Apandi, bunda o'tirganingiz bekor. Yaxshisi uyingizga keting. Bu aptingizdan yomon ish qiladigandek ko'rinmaysiz" dedi. "Ularning o'g'limni nega ketganligini uqmoqchiman", dedi buvay qat'iy turda. "Uning derigini bilmaguncha ketmayman. Tong otqucha bo'lsam o'ltiraman." "Bilsangiz qanday qila olasiz?" dedi soqchi uf tortib. "Hech narsa qila olmaysiz. Yaxshisi keting." Soqchi buvayga birdam qarab turib so'radi. "U nima ish qilgan?" "Menmi bilmayman. Ular o'g'limni bir soatning oldida tutib ketgan." "Ishlar mushundaq bo'ladi.
Ata-analar bekardan-bekar g'am yeydi. Hech nima bilmaydi. O'g'lingizni siyosiy saqchilar tutib ketganligini jazm qila olamsiz? Kim biladi? O'g'lingizni zaharlik chekimlik sotganligi yoki o'g'rilik qilganligi uchun tutganmidi? Yo'q, hargiz undaq emas. Uni dabaq tutib ketgan. U o'zi bordimi? Saqchi cho'ng bir arbobning ismini anglagandek hayron bo'lib so'radi. Ondan atrofga ko'z yugurtitib buvayning qulqiga pichirladi. O'g'lingizni chet elliklar turmasiga berib izlang. U bekatning yonida. Kapitan ishni shu yerda qiladi. Gumonliq deb tutgan odamlarni udul shu turmaga opirdi. Turma? Buvayning yuragi qart qilib ixtiyorsiz to'lvatdi. So'roqmi qilmay turmaga sulamdi. Boshroq so'zlang. So'roqni shu yerda qiladi. Buvay qattiq sarosimaga tushdi. Bu gapingiz rostmi? Apandi, nima chiqras bo'lmaydi ekan? Bizdek bu ishni qildiganlar nimani bilmaydi deysiz? Dedi saqchi o'zicha maqtanib. Buvay o'zicha bir nimalar deb o'rnidan turib sirtqa chiqdi. Kira mashinasiga o'ltirib, chet elliklar turmasiga keldi. U mashinadan tushib Tomning yoniga kelishiga udul tarafdan bir qorovul miltig'ini tanglab vaqirdi. To'xta! Buvay Tom tuyidan ketib, yiroqdan qarashga majbur bo'ldi. U turmaga qarab, uning har qanday yeriga o'g'lini qamab qo'yish ehtimoli borligini tasavvur qildi va atrofdagi hamma toshqa chiqib turmaga qarab boqdi. Buvay turma darvozasini urish niyatidan yenib, yana kira mashinasiga o'ltirib uyiga qaytib keldi. Buvay o'zining qarga kelmaganligidan bakmi ma'yuslandi. O'g'lini topolmaganligidan azoblandi. Ümidsizlik uningga o'g'liga yuz kelolmaydigan bir xil tuyg'u paydo qildi. O'g'lining saqchining qo'liga tushishiga o'zi sababchi, chunki Ibrohim Hamdani uyda turg'izib, o'g'lini baloga tiqdi. Saqchi nemishqa uni tutmasdan o'g'lini tutqandi. U nemishqa saqchiga o'zini ma'lum qilib, Ibrohim Hamdani men turg'izdim deb iqror qilmaydi. Bu saqchilar ajabmi do'ta. Ular yoshlarda mushundaq ishlarni qiladi, vatanparvarlik harakatlar bilan shug'ullanadi deb bilsa kerak. Ular o'zida qeriningmi, o'g'li bilan birga shundaq ishlarni qildiganligini o'ylab boqmabdi. Dada bo'lgandan keyin u o'g'li uchun jon fido qilishi lozim. O'g'lini qutuldirib olishi kerak. U endi qeridi. O'g'lining kelajagi bor. Kelajakni yo'q qilishga bo'lmaydi. Biroq saqchilar uning jon fidoligiga ruxsat qilamdi. Agar u berib o'zini ma'lum qilsa, muhitni qo'yib berarmi? Buvay xeyli uzun o'yladi. U uyiga kirdi. Saqchilar aqturish qilganda buzilgan jabduqlar hamma yerda chechilib turadi. U bularning orasidan o'tib, hujrasining yoniga kelib to'xtab qoldi va qaddini ruslab o'zini tetiklab tutishga tirishib, asta uyga kirdi. Mo'may karvatda to'risqa tikilib yotadi. Ko'z yoshlari mang'izda to'xtab qolgan edi. Xuddi yerilib ketmasin degandek beshini yog'liq bilan ching-chigib olgan edi. Samiya karvatning bir chetida o'ltirib, opasining putini uvlayotdi. Naval karvatning yana bir chetida turib, opasining qo'l bilaklarini besiyotdi. Ular g'amkin bo'lib gap qilishmaydi. Uyda bir xil xush bo'y hid bo'lsa-mu, spirtning purug'i uni besib ketganlikdan uy havosi doktorxona yotoqlariningidek edi. Ikki qiz beshini ko'tarib dadasiga taqozoq bilan savol nazari bilan qaradi. Mo'may erining hidini olgandek eg'ir gavdasini qimirlatib, karvat g'ichirlab ketdi. Mo'may erining undamay turganligini ko'rib tovlab ketdi. U qayerda ekan? Nimishqa bila kelmadilar? Uni nimalar qilib o'tibdi? Xotin, xotirjam bo'lsang-chu, hamma ish joyida, dedi buvay zo'rg'a kulimsirab. Uni ko'rdingmi? O'z ko'zlari bilan ko'rdingmi? Buvay yana so'radi. Ko'rdim. Uning yonida birdan o'ltirdim. Xotirjam bo'ldim, dedi buvay va yolg'on aytganligim ko'zimdan bilinib qolmasin deb darhol yerga qarab oldi. Nimishqa uni bile ilib kelmadilar dadisi? Meni aldayolmaydilar. Meni aldayotganliklarini ko'nglim tuyib turyotidi. Tahiya, sen nimishqa aldaytdim? Gapimga ishinib xotirjam bo'lg'ina, dedi buvay o'zini tamkin ko'rsatishga tirishib. U taftish amaldorining kelishini kutib qoldi. Dadisi, uni yolg'iz shu yerda qo'yib kelishga ko'ngillar qandoq chiddi? Voy o'g'lim, obdan o'g'lim, hozir uni qandoq qiynab ketayotgandi? Mo'may yig'lab ketdi. Ikki qiz opasining qo'lini sildi. Bo'ldi apa, endi yig'lamag'in, dedi Naval. Yetib olg'in apa, dedi Samiya opasini yotqizmoqchi bo'lib. O'zingni qiynama, dadam muhit hech narsa bo'lmaydi dedi-g'u.
Тәһия, unda qilmag'in, dedi bovay. Kichik boladek ish qilma. Sen aqlliq, chidamliq, bardoshliq eding'u. Men hozir sening yordamingga bakmi muhtoj. Yig'lamag'in. Biz maslahatlashib olayli. Muhit yaxshi ekan, gapimga ishon. Taftish amaldori ati boraman deb telefon beribdikan. Muhit saqlab qoldi. Xotirjam bo'lg'in. Ahvolni hech kim bilmaydi. Mo'may yig'laverdi. Мен Muhitning uyda birdam yetib olay. Atdeganda yana borman. Bobay shundoq deb uydan chiqib ketdi. Eshikdan chiqibla chiroyli g'am bulutlari qopladi. Qizim, dadanglarning holidan xabar elinglar. Men yaxshi. Navol, dadangga yaktakni ochiqib ber. Samiya, dadang ro'z tutilgan bo'lsa, tamoqini ochiqib bergin. İki qiz ara saldılık bilan apısıga qaradi. Apısının bovaydan xotirjam bo'lmog'icha ko'ngli tinmaydiganligiga ko'z yetib o'rnidan turdi. Naval dadisining yaktigini ilib hadisi bilan billa Muhitning hujrasiga mangdi. Dadisi o'ngtay bo'lib ketgan uyda Muhitni izlamoqchi bo'lgandek atrofiga qarab jimjit o'tiradi. Ko'z chaniqi yoshqa liq to'lgan edi. Dada, nim bo'ldi? İxtiyorsiz aldırıp sordu Naval. Sizlarmi opam o'xshash bo'lyotamlar? Boshroq so'zla, dedi dadisi yalvurgandek. Opangni anglamay qolmasin deyotamsan ya. Salsıla dada, dedi Samiya dadasini chapini tortib. Birdam dam elib olsizlar. Sizlarga bir gapni aytay, dedi bovay Samiyaning qo'lini yelkasidan bo'shatib jiddiy holatda boshqina. Opanglar bilmasin, Muhit turmida ekan. Qizlar cho'chib tangli to'libdi. Abdulhamdichu, so'rdi Samiya demi siqilgandek bo'lib. Muhit bilan birlashgan, deb javob berdi bovay beshini silib. Saqchilar nimani bilyapti? so'rdi Naval. Uqmadim, Muhitni ko'rolmadim. Ularni turmaga, chet elliklar turmasiga aketganligini bildim. Uchaylan hasrat ichida sukutga patdi. Har biri xiyolda turmini, uningdagi Muhitni ko'rgandek bo'ldi. Xelidan keyin Samiya eg'iz ochdi. Do'stim Xadichaning bir navr akisi saqchi amaldor edi. Shuningga deb baqsaq yordam tegarmikin tang? Hech kim javob qilmadi. Bovay nima qilarini bilolmay gangirab qolgandek unsiz o'ltiradi. Xiyolga patgan Naval Ibrohimni o'ylayotdi. Ko'nglida uni cho'qim topaman, akamni shu qutuldira olaydi, qanday qutuldirishni shu biladi, hamma ishni biladi deyotdi. Sizlar Muhitning kechilik kiyimi, almashtiradigan ko'nglak, shim, lunga, sopun qatorliqlarni sumkaga silib beringlar. Atdeganda Muhitga opirib beraman. Qizlar keraklik narsani tayyorlashga tushdi. Bütün oilani qayg'u, ansiz jimjitlik qopladi. Atdigan soat 6da bovay Muhitning nars keraklar silingan sumkani ko'tarib uydan chiqdi. Bir baqqalning oldidan o'tib ketib, 3,5 kilo banan oldida Malika Nozil ko'chasiga boradigan tramvayga chiqdi. Bekat maydoniga bir bekat qolganda tramvaydan tushdi. U turma temini bo'ylab ketayotganda bir qutqizish mashinasi o'tib ketdi. U mashinada qattiq azob chekkan. Qiynalib gapdan qolgan o'g'lining yotganligini bilmaydi. Bovay darvoza oldiga kelganda sal tangirqab turib, ondan o'ruq qo'li bilan tomdagi konopkani bosdi. Darvozadagi kichik ko'znak ichilib, uningdan qizil og'zi atrofidagi burut soqqollari tukli qurutlar olishib olgandek ko'rinadigan qo'pol, butdak bir chiroy ko'rindi. "Hey, sen kim?" deb qo'polla so'rdi u. "Assalomu alaykum. Men Muhit Mustafaning dadisi bo'laman. Uningga kiyim-kechak akelgan edim", dedi bovay qo'l bog'lab turib. Saqchi ko'znakka texmi yaqin kelib, bovayning qo'ldagi sumka qaradi. Bananni ko'rib tilini tamshidi. Bu narsalar uning ishini etishiga kifoya qildigandek. "Jindak tuptur", dedi-da ko'znakni yopdi. Bovay xeyli uzun turdi. Oxir sumkani yerga qo'yib ustida o'ltirdi. U nihoyat uzun saqildi. Bir chaqda kichik eshik ochildi. "Yiliq kishi, kirgin", dedi. Bovay hoppala-shappala o'rnidan turib, sumka bilan bananni ko'tarib ichkariga kirdi. Xuddi eshikdan kiribla o'g'lini ko'rdigandek chiroyi ochilib ketdi. Saqchi uni turma boshlig'ining ishxonasiga boshlab kirdi. Bovay kiribla atrofiga qarab Muhitni izladi. Ammo u Muhitni emas, 3 saqchini ko'rdi.
Ularning biri kapitan Dabaq edi. "Bovay, balamni qaytirib bersang" degandek yalvurish bilan Dabaqqa qaradi. Dabaq yolg'on hijiyib, qo'lni uzatgan holda bovayning oldiga keldi. "Marhaba, marhaba. Assalomu alaykum, Zohir apandi." Dabaqning qo'li avval sumka bilan banonga tegdi. U hijiyib turib, "Bularni muhitga keldilimi? Bo'ludi, birdam aram elib olsizlar" dedi. U Zohir apandini ishxonaning bir chetidagi sofaga o'ltirg'izdi. O'zi yandagi chiq o'rindiqqa o'ltirdi. Qolgan ikki saqchi o'z ishi bilan bo'ldi. "Apandi, xotirjam bo'lsizlar, muhit yaxshi. Uning bilan ko'rishsam bo'lamdi?" so'radi buvay oldig'iroq surilib. "Aldırmısılar, rastini aytsam, muhit mening achchiqimni sal keltirib qo'ydi. Qaraganda boshqa bolalar hech nimani aytma deb uni o'gitib qo'ygan o'xshaydi. Men uni gapni ochiq aytibla uyga qaytib darsini o'qisin degan edim." Buvay lasida bo'lib keyniga o'zini tashlab so'radi. "Janoblari, unga nimani aytqizdilar?" "İbrahim hamda to'g'riliq bildiganlarini aytqizmoqchiman. Biz uning uydan İbrahim hamdaning narsasini tepib oldik. Shunga İbrahimning nega ketganligini bilsakla bo'ladi. Bo'lmasa qani sizlar aytib boqsizlar. Yaqindan buyon muhitning g'alati ishlarini sezdinglarmi? U bek kech qaytamdi. Doim og'inlar bilan ko'rishgili boramdi. Mushunga o'xshash ishlar." "Janoblari, bundoq ishlar zodil bo'lmaydi", dedi buvay uf tortib. "Muhit bundoq ishlarni qilmaydi. U mushunchalik bo'lguncha siyosiy ishlarga aralashmagan. İbrahim hamda yoki boshqa odamlarni tonimaydi." "Menmu hayron bo'ldim", dedi Dabaq afsuslangandek. "Rostini aytsam, men muhitning ismini anglab boqmagan. Bu yerda uning delosimi yo'q edi. Kim biladi, u balki bizdan yoshirib yurgandi." "Yo'qsu, janoblari, uning azaldan siyosiy bilan kori yo'q edi. Men uni shundoq o'rgatgan." "Gapimni anglasizlar. Men sizlarga uni ko'rsatay, uningga bilginingni aytib bergin deb nasihat qilib qo'ysizlar. Bilishlari kerakki, uningga ortilgan kichik jinoyat emas. Shu jinoyati uchunla oz deganda 3 yil turmada yotadi. Agar aytibli bersa 5000 funt sterling in'om oladi." "Men uni hozirli ko'ramdiman?" oldirib so'radi bovay. Dabaq muhitning badinda jarohat izlari bo'lishi mumkin deb o'ylab, "Yo'q, hozir bo'lmaydi. Harbiy amaldorning tasdiqini oldigan gap. Men bir amal qilib boqay. Sizlar uyg'unlikka soqchi mahkamasiga kelib meni izlasizlar" dedi. "Uni birli ko'rib olsam xotirjam bo'lardim." "Xotirjam bo'laversizlar, men kepil. G'am qilmasizlar. Uyg'unlikka meni izlasizlar" dedi Dabaq hijiyib. "Bu narsani qo'yib ketsam bo'lamdi", dedi buvay hasrat bilan. Dabaq boshda buvayga o'g'lini doktorxonaga olib qo'yganligini aytmoqchi bo'ldi. O'ylanib ko'rib bu niyatidan yandi. "Albatta bo'ladi. Men olib beraman." "Rahmat", darmonsiz holda javob berdi buvay. Buvay o'rnidan turib titragan qo'lida Dabaq bilan qo'l ilishib yinib chiqdi. U bekmi asta mang'atdi. Har qadamida yiqilib ketadigandekla qiladi. U tramvayga o'ltirib xizmatiga ketdi. U ministerlikqa kelib xizmatchilarning daftariga imzo qo'ydi. Ondan beshini ko'tarib soatga qarab 10:30 bo'lganligini ko'rdi. U yarim soat kechikkan edi. Bu uning hayotida tunji qitim xizmatga kechikib kelishi edi. Buvay turmush ritmining butunlay qalaymaqalashib ketganligini his qildi. Navval İbrahimni o'ylab uningga umid bog'laydi. Ammo İbrahimning akasini turmadan qanday qutuldirib chiqalaydiganligini bilmaydi. Balki u muhitning turmadan qechishiga yordamlashar. Ehtimol muhitga o'zining gunohsizligini isbotlaydigan paket tepib berar. Navval hech nimani bilmasmi, İbrahimning muhitni qutuldirish mas'uliyatini ustiga olalaydiganligini ko'ngli tuyib turadi. Navval İbrahimga bu mas'uliyatni uningdan ranjiganligi, ayibni uning qo'yganligi uchun emas, balki uni qahramon, rahbar, akam yaxshi ko'rgan, ko'nglim talpinadigan odamim deb qaraganligi uchun ortmoqchi bo'ladi. U belgilangan kunni kutmasdilla İbrahimni izlashni yoki İbrahimning og'aynisi Fathi Malijining yiniga berib, muhit bilan Abdulhamdining quliga ilinganligini aytib, uningdan o'zini Сөйгіннің yiniga apirib qo'yishni o'tinmoqchi bo'ldi. Ammo yana İbrahimning planini buzib qo'yishdan qo'rqdi. Kim biladi,
Saqchilar shu topda Fathi Malijini kuzatayotgan, balki o'zini nazorat qilib turgan bo'lishi mumkin. Naval nima qilarini bilmay gangirab qoldi. U shu yoshlarning nima o'ylayotganligini, ularning yiniga qandoq berishni bilmaydi. Shundaqdimi u Ibrohimdan bilib olgan ideya fikr qilish usuli bo'yicha o'ylab, әтілікче turib beqish qaroriga keldi. Әтisi dushanba edi. Naval aynak oldida ko'p hayalashmadi. Bu qitim uningga uchrashga bordigandek hissiyot yo'q. Bütün o'y xiyoli akisi bilan Navra akisining dishvorchiligida qolganligida edi. Shunga Ibrohim uning ko'nglida faqat shularni turmadan qutuldirib olgan odam edi. U opasidan asala ruxsat oldi. O'g'lining tashvishi va g'amidan yetguncha ich og'ritayotgan ona qizlari yo'limsa karvatdan tusholmaydi. Shunga uning barliq ishlari ikki qiziq qolgan edi. U gunsiz ko'zlari bilan ularning qilganlariga qarab, "Malla ho'ylisin chiqalaydigan uyning eg'ir yuki, bechora qizlarim ortildi" deb yana ularga ich og'ritadi. Naval yuraklik holda avtobus bekiti tarafga mangdi. U bir necha qadam mangmayla Abdulhamdining orqasiga tushgandek, "Meningmi orqamga tushgan saqchi bormi yo'q" deb orqasiga qarab mangdi. Naval yo'l bo'yi Ibrohim akam uchun nima ishlarni qilar deganni o'yladi. Balki u muhitni tutib ketgan saqchi amaldorni o'ldirib etish qaroriga kelar, ha? Yo'q. U endi yana odam o'ldirish bo'lmaydi. Naval Ibrohimdan andish qiladi. Shundaqdimi akisini qutuldirib oldigan ish bo'lsa, saqchi amaldorning o'ldirilishini, barliq saqchi amaldorlarining, saqchilarning o'ldirilishini umid qiladi. Biroq ularni Ibrohim o'ldirmasin deydi. Chunki u Ibrohimning omon eson turishini tilaydi. Uningga akimu Ibrohimmi lozimda. U Ibrohimni ko'rishga cho'qim keladi deb o'ylab, kallasidagi kelmaydi deydigan gumonlarni yo'q qilib etishga urinadi. Yo'q, bugun Ibrohim cho'qim keladi. Muhit turmada yotganda u bo'lmas bo'lamdi. Ibrohim keladi. Uningga tasalli beradi. Akisi uchun nimalarni qildiganligini aytib, uni xotirjam qiladi. U avtobusdan tushib, Fani maydoniga qarab mangdi. Kishilarning o'ziga qarashlaridan uyilibmi ketmadi. Ibrohim bilan ko'rishish, akisini qutuldirishni o'ylag'achqa, boshqa ishlar bilan chattig' bo'lmadi. "Hay xaloyiq, shuni bilib qilinglarki, Naval shu topda uchrashiq emas, akisini qutuldirishga ketyotidi." Naval Fani maydonidagi Anus doktorxonasining yonida to'xtab, atrofga nazar tashladi. Uning ko'zlaridan qaysarlik, boturlik chiqib turadi. Necha minut o'tdi, u asabiylashishga boshladi. Ko'zlaridagi bayonqi boturlik, qaysarlik o'tlarimi uchdi. Yana bir necha minut o'tib ketdi. Yarim soat o'tdi. Navalning gumoni rostga aylandi. Umidi ko'pikdek yo'q bo'ldi. Shunga ixtiyorsiz achchig'i keldi. Yana bir necha minut o'tdi. 45 minut o'tib ketdi. Ammo u kelmaydigan bo'ldi. U mas'uliyatdan qochdi. Navalning akisi qo'lga ilinsa, turmada yotsa yoki darg'a esilsa, albatta uning chattig'i yo'q. Naval oilasidagilarning hammasi qo'lga ilinib, jimi odam uyi bilan billala kuyib tugisa, uning burdim davrmaydi. Chunki uning o'ylaydigani qichish, jinini ap qichish. Naval xafa bo'ldi. U mushundaq shaxsiyatchini qandoqmi yaxshi ko'rib qolgandi? Uning narini yaxshi ko'rib qolgandi, ha? Balki Naval xato holda uni qahramon deb o'ylab yaxshi ko'rib qolgandi. U qandoqmi qahramon bo'lsin? Mana u qichishni bilib, Navalning akisi va bir navr akisining turmaga sulanganligi bilan kori bo'lmadi. Naval qahramonni o'zining bexatarligini ko'zlaydi, boshqalarning qurbon bo'lib ketishiga qarab turdi deb zodila o'ylamagan edi. Naval nimishqa saqchiga berib akisini qutuldirmaydi? U nimishqa saqchilarga hamma gapni ochiq qilib, Fathi Malijining turar joyini aytib bermaydi? Shundala saqchilar Fathi orqali Ibrohimning nerligini bilib oladi. Turmada asli akisi bilan Navra akisi emas, Ibrohim yotsa bo'ladi. Chunki u degan qahramon turmushunda qahramonlar uchun yaralgan. Akisi bilan Navra akisi qahramon emas-da. Navalning yuragi mujildi. Yo'q, u Ibrohimni hargiz xatolashib yaxshi ko'rgan emas. U uyda bir mahal turgan yigitni yaxshi ko'rgan. Naval real ahvollarni ko'rgan, asda qoldirgan. Ko'ngliga pukkan, Navalning achchig'i yongandek bo'ldi. Naval Ibrohimning yo'g'on ko'zlari, qanshaliq burni, nefiz lavlari, qaysarlikni ifodalab turgan iniki, sal tortinchoqligi, sipoya gap so'zlari, taqi turqidan bilinib turgan oliyjanobligi, mardlarga xos jasoratini ko'z oldiga keltirdi.
Neval xuddi o'zini bir chetda Ibrohim, yana bir chetda aksi tortib olgandek gangirab qoldi. Söygüni va qeyrinishini qaysisini tanlashni bilolmadi. Neval har ikkisiga chidamaydi. Shunga u bir tarafdan turmadagi aksini aslasa, yana bir tarafdan qechib yurgan söygünini seg'inatdi. Neval umidsizlandi. Umid darvozasi Ibrohim kirib uni aksini qutuldirib oladigan darvoza etilmoqda edi. Ümidsizlik Nevalni gangirtib qo'ydi. U peshanam kutilgan ko'rarman deb o'ylab, hasrat o'tida puchunilib uyiga qaytdi. Yo'l bo'yi, ah Xudo, ah Zaynab. Zaynab payg'ambarimizning cho'ng qizi. Ah Husayn, payg'ambarimizning nevarasi deb nola qildi. Neval uyga kelib, hamma bilan tang hasratga munga batdi. Şundaq qilib roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.